Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 9-darsni davom ettiramiz. Ikkinchi qismi bo'ladi, ya'ni ikkinchi tekstni ko'rib chiqamiz. Hop, bugungi yangi so'zlarimiz biroz ko'proq. Birinchisi so'ng. Buni grammatika qismida ham ko'ramiz. Bu ingliz tilidagi fromga to'g'ri keladi. O'zbek tilida dan boshlab. Biron bir joydan boshlab degan ma'noda yoki biron bir joydan, biron bir vaqtdan, aynan boshlab emas, o'sha dan degan qo'shimcha. Biron joydan boshlamoq yoki biron joydan olmoq, biron bir vaqtdan boshlamoq yoki biron bir joydan kelmoq, shunaqa ma'nolarda ishlatamiz. Ya'ni ingliz tilidagi fromga to'g'ri keladi bu. Buni hozir grammatika qismini yana bir marta ko'rib chiqamiz. Keyingisi tiao raqsga tushmoq. Tiao raqsga tushmoq. Hop, uchinchi so'zimiz bu di. Bu yoqdagi di bu ch qo'shimchasi, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi deb gapiramiz o'zbek tilida. Xitoy tilida ham xuddi shunaqa gaplarni aytmoqchi bo'lsangiz, o'sha raqamlarni oldiga dini qo'yasiz bo'ldi. Misol uchun di bu birinchi, dr bo'lsa ikkinchi bo'ladi. Disan, disi, divu, dilyo bu yog'i ketaveradi keyin. O'sha o'zbek tilidagi ch qo'shimchasi. Keyingisi siwang umid qilmoq. Siwang umid qilmoq. Wo siwang men umid qilaman. Wo siwang men umid qilaman yoki men umid qilamanki u Xitoy tilini o'rgana oladi demoqchi bo'lsangiz, wo siwang ta neng xue hanyu. Wo siwang ta neng xue hanyu, neng qilolmoq degan. Keyingisi wenti bu ikkita ma'noda keladi. Birinchisi savol. Misol uchun menda savol bor demoqchi bo'lsangiz, wo yo iga wenti, menda bitta savol bor. Wo yo iga wenti, menda bitta savol bor. Yokida meni muammoyim bor, meni problemam bor demoqchi bo'lsangiz ham wo yo wenti deysiz. Menda muammo bor. Ikkita ma'noda keladi. Ham savol bo'lib kelishi mumkin, ham muammo bo'lib kelishi mumkin. Buni kontekstga qarab ajratib olasiz. Keyin oxirgi so'zimiz huanying. Xush kelibsiz. Bu ingliz tilidagi welcome ga to'g'ri keladi. Huanying, xush kelibsiz. Hop, yana qaytadan ko'rib chiqamiz. So'ng dan boshlab, biron bir joydan, a bilan b ikkita joydan yoki ikki xil vaqtdan bo'lgan biron bir narsani gapirayotganingizda ishlatasiz. Keyingisi tiao raqsga tushmoq. Di birinchi, dr bo'lsa ikkinchi, disan bo'lsa uchinchi, bu ketaveradi. Bunda muammo yo'q. Siwang umid qilmoq. Biron bir narsani umid qilaman, shunaqa bo'lsa yoki shunaqa bo'lishini umid qilaman degan gaplarda ishlatasiz. Siwang umid qilmoq. Wenti wen o'zi so'ramoq. Mana bu yoqdagi wen o'zi ma'nosi so'ramoq. Wen yoki ta wen wo, u mendan so'rayapti. Ta wen wo yoki wo wen laoshi, men o'qituvchidan so'rayman. Wo wen laoshi. Endi wo yo iga wenti desangiz, menda bitta savol bor. Yokida menda bitta muammo bor. Wo yo iga wenti ham savol, ham muammo. Ikki xil ma'noda keladi. Oxirgi so'zimiz bu huanying ma'nosi xush kelibsiz, xush kelmoq. Welcome bo'ladi ingliz tilida. Hop. Hozir ko'rganimiz birinchi so'ngni grammatika qismida tushuntiraman dedim. E'tibor bering, so'ng. The preposition so'ng introduces the starting point of a period of time and the distance, process or sequence, often used together with da. Buni ma'nosi so'ng biron bir vaqtdan boshlanishi yokida distance, masofa, biron bir joyda boshlanish nuqtasini, o'sha protsess boshlanish nuqtasini bildiradi va ko'proq da bilan birga keladi. Misol uchun,从北京到上海.从北京到上海. A bilan B bu ikkita masofa, ya'ni o'sha distance o'rnida keladi. Ikkita masofa, ikkita lokatsiyani o'rtasidagi masofa. 从北京到上海. Pekindan
Beijing, Pekin. Pekindan Shanxayga yetmoq yoki Shanxaygacha degan ma'noda. 从北京到上海要坐几个小时的飞机。从北京到上海要坐几个小时的飞机. Pekindan Shanxaygacha necha soatlik samolyotga o'tirish kerak yoki samolyotda necha soat o'tirish kerak. 要坐几个小时的飞机. Keyingisi 从老人到孩子都喜欢吃苹果. Laurendan hayzigacha, ya'ni qari odamdan yoshlargacha, o'sha hayzi degani yosh bola. Bu degani xuddi 70 yoshdan 7 yoshgacha degandek gap. So'ng Lauren qaridan, dao hayzi yoshgacha. Do barchasi Sihuan yoqtiradi chi pinguo olma yeyishni. So'ng Lauren dao hayzi do Sihuan chi pinguo. Qaridan yoshgacha barchasi olma yeyishni yoqtiradi. 从下个星期一开始. Keyingi dushanbadan boshlanadi. 从下个星期一, 下个星期 degani keyingi dushanba. 下个 degani keyingisi, 星期一 bo'lsa bu dushanba. 从下个星期一开始. Keyingi haftadan, ya'ni keyingi dushanbadan boshlanadi. Hop, e'tibor bering. So'ng ma'nosi o'zbek tilida dan, biron bir joydan, biron bir vaqtdan, biron bir narsadan shunaqa ma'noda ishlatamiz. Keyingi grammatika bu di raqamlar oldidan ishlatilinadi yoki va hisob so'z, ya'ni miqdor so'z, measure word. Birinchi raqam, undan keyin measure word, keyin noun, ya'ni ot. Misol uchun, di ben shu birinchi kitob. Di ben shu birinchi kitob. Di arge gongzuo ikkinchi ish. Di si tiawu. Si degani bu marta. Vaqtga nisbatan birinchi marta, ikkinchi marta yoki 2 marta, 3 marta. Bu sini o'tganmiz oldingi darslarda. Di birinchi marta bo'ladi shunda. Di bo'lsa birinchi marta. Tiawu raqsga tushish. Birinchi marta raqsga tushish degan ma'noni beradi. Tiawu bugungi yangi so'zimizda bor. Raqsga tushish. Tiawu. Hop, di qaytaraman. O'zbek tilidagi ch ga to'g'ri keladi. Ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi shu ma'noda ishlatasiz. Keyin raqamlardan oldin keladi va raqamdan keyin miqdor so'zlar kelishi, ya'ni hisob so'zlar. Misol, di ben shu birinchi kitob. Di arge gongzuo ikkinchi ish. Di si tiawu birinchi marta raqsga tushish. Yoki mana bu qism, ya'ni miqdor so'z va ot bo'lmasa ham bo'ladi. Di di san og'zaki nutqda ishlatishimiz mumkin ba'zida. Birinchi, ikkinchi, uchinchi demoqchi bo'lganda di di san deb aytib o'tasiz. Lekin ko'proq mana shu ko'rinishda keladi. Chunki o'zbek og'zakida gapirganda ham birinchi o'sha birinchi kitob yokida ikkinchi universitet deyishingiz mumkin. Bu meni ikkinchi universitetim. 这个是我的第二个大学. Bu mening ikkinchi universitetim. Bugungi tekst. 您从几岁开始学习跳舞？我第一次跳舞是在7岁的时候。我女儿今年也7岁了。我希望她能跟您学跳舞，可以吗？没问题，非常欢迎。Hop, tarjima qilamiz buni. 您从几岁开始学习跳舞? Siz necha yoshdan? 您从几岁 necha yoshdan, ya'ni 几岁 degani necha yosh degani. 从几岁 necha yoshdan 开始 boshlading. 学习跳舞 raqsga tushishni o'rganishni. Siz necha yoshdan raqsga tushishni o'rganishni boshladingiz? 我第一次 man birinchi marta 跳舞 raqsga tushdim. 是在7岁的时候 7 yosh vaqtimda. 我第一次跳舞是在
几岁的时候men 7 yosh vaqtimda birinchi marta raqsga tushganman. 我女儿今年也7岁了. Mening qizim ham bu yili 7 yoshda. 我女儿今年也 ham degani 7岁了. Mening qizim ham bu yili 7 yoshda. 我希望 men umid qilaman 他能跟您学跳舞. U siz bilan 跟您 bilan degani siz bilan 学跳舞 raqsga tushishni o'rganishi mumkin. Ning turibdi bu yoqda. 可以吗? Maylimi? Bo'ladimi? 没问题 muammo yo'q. 没问题 问题 degani muammo. 没问题 bo'lsa muammo yo'q. 非常欢迎 judayam qabul qilaman, ochiq qabul qilaman yoki xush kelibdi degan ma'nodagi gap. Xo'p, shu joyida bugungi tekst, bugungi dars tugaydi. Bugungi grammatika faqat shu mana shu song bilan di. Eslab qoling, ikkita joyni orasi yoki ikkita vaqtni orasini gapirganingizda ishlatasiz yoki biron bir joydan, bitta nuqtadan boshlanishda gapirganda ishlatasiz. Ikkinchisi di. Bu juda ham oson. Prosta o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi deganda ishlatiladi. Ya'ni raqamlar bilan birga keladi bu har doim. Raqamlar bilan birga keladi. Hop, shu joyda bugungi dars tugaydi. Tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol kommentariyada so'rasanglar, javob beraman. Xudo xohlasa.